Jennifer Lopez Turkiyada bepul konsert beradi. 23-iyul kuni Belgiyadagi eng hashamatli mehmonxona Regnum Saria mehmonxonasida Jennifer Lopez barcha mehmonlar uchun bepul konsert beradi. Bu nafaqat konsert, bu musiqaga, hashamatga va yorqin his-tuyg'ularga to'la dam olish bo'ladi. Siz bu mehmonxonada yashaysiz va shu bilan birga dunyo sahnalarini afsonasi Jennifer Lopezni yaqin masofadan ko'rasiz. Bu paytdagi emotsiya bir umrlik yodingizda qoladi. Regnum Saria bu shunchaki 5 yulduzli otel emas. Bu ultra luxury darajada hashamatli shaxsiy plyaji, golf maydoni, ajoyib basseinlari, har bir mehmon uchun oliy darajadagi xizmati va endi esa Jennifer Lopez bilan musiqa bayrami ham bo'ladi. Bu sayohat sizga qiziq bo'lsa, bizga murojaat qiling. Unitur bilan dunyoni kashf qiling. Jennifer Lopez Turkiyada bepul konsert beradi. 23-iyul kuni Belgiyadagi eng hashamatli mehmonxona Regnum Saria mehmonxonasida Jennifer Lopez barcha mehmonlar uchun bepul konsert beradi. Bu nafaqat konsert, bu musiqaga, hashamatga va yorqin his-tuyg'ularga to'la dam olish bo'ladi. Siz bu mehmonxonada yashaysiz va shu bilan birga dunyo sahnalarini afsonasi Jennifer Lopezni yaqin masofadan ko'rasiz. Bu paytdagi emotsiya bir umrlik yodingizda qoladi. Regnum Saria bu shunchaki 5 yulduzli otel emas. Bu ultra luxury darajada hashamatli shaxsiy plyaji, golf maydoni, ajoyib basseinlari, har bir mehmon uchun oliy darajadagi xizmati va endi esa Jennifer Lopez bilan musiqa bayrami ham bo'ladi. Bu sayohat sizga qiziq bo'lsa, bizga murojaat qiling. Unitur bilan dunyoni kashf qiling.